Assalomu alaykum hamkorlar. Bugungi obzorimizda yana bitta platforma, alyuminiy platforma deyiladi. Nimaga alyuminiy deyishning sababi, ko'taradigan asosiy platformani ko'taradigan mashtalari alyuminiydan ishlangan, yengilroq bo'lish maqsadida. Lekin o'zi mustahkam narsa. Yuk ko'tarish qobiliyati 150 kilogramgacha yuk ko'taradi. Bir kishi instrumentlar bilan chiqib ishlashga mo'ljallangan. Bundan tashqari o'zini balandlik ko'tarishi 6 metrgacha ko'taradi. Bo'yingiz agar 1.70 bo'ladigan bo'lsa, shu 7.70 joygacha bemalol ishlasa bo'ladi. Ishlanishi oson. Bunda bitta har xil anaqalari bor, krepleniyalari, o'shani bezopasность tomonidan har tomonlama mo'ljallab qo'yilgan. Bundan tashqari g'ildiragi bor, g'ildiragi o'shani передвижение qilish, bu yoqqa sudrashga oson bo'lish uchun qilingan. Bundan tashqari bunaqa oyoqlari bor. Oyoqlari chiqadi. Chiqib, mana bularni aylantirib qotiriladi. Bo'ldi. Qotdi. Hamma 4 ta oyoqni mana shunaqa fiksatsiya qilib oldingiz. Qolganingizdan keyin mana bitta pult upravleniyasi bor. Upravleniyasi xuddi shunaqa. Обычный yashili shu tepaga ko'taradi, qizili pastga tushiradi. Komplektatsiyasida bunaqa instruksiya pользования chiqadi. Hop. O'zini ishlashini hozir sizlarga ko'rsatib beraman. Hop. Bu narsasi o'zi pastga tushadi, mana bilan baravar bo'lib, hali xavfsizlik uchun qilib qo'yilgan. Biz endi ko'tarib qo'yganmiz buni. Chiqib uchun mo'ljallangan. Tushirib qo'yiladi. Mana bitta stripsa bilan tortib qo'yganmiz. Hop, bu yerda ham xuddi shunaqa pastdagi narsani, аварийный knopka, подъем, спуск, xuddi shunaqa qilib ishlangan. Hop, 6 metr balandlikka ko'tarib ko'rsataman. Ko'tarilishi yomon emas, yaxshi. Xavfsiz tez ko'tarmaydi, tez tushirmaydi, sekin ko'tarib, sekin tushiradi. Endi agar tez ko'tarib, tez tushiradigan bo'lsa, xavfsizlik darajasi kamayib ketib qoladi. Siltab qo'rqinchli bo'ladi qisqasi. Bu bitta machtali deyiladi. Bitta machtali platforma. Buni xuddi shuni ikkita machtaligi ham bo'ladi. Ya'niki mana bu tomonda ham bu bitta machta bo'ladigan bo'lsa, ikkinchi tomonda yana bitta machta bo'ladi. Taxminan hozir 5 metrga yetdim. 6 metrga chiqdi mana.